Viloyatimizda xalqaro pedagogik yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Shu maqsadda Chortoq tumanidagi ta'lim maskanlari ham bosqichma-bosqich ilg'or metodlarni faoliyatlariga tatbiq qilmoqda. Shunday maskanlardan biri 17-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti. Bu muassasada 45 nafar tarbiyachi tomonidan 16 ta guruhning 4 tasida Yaponiya ta'lim tajribasi asosida mashg'ulotlar tashkil etilgan. Mazkur yondashuv bolalarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va mantiqiy tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Har bir bola dars jarayonida faol ishtirok etadi va o'zini erkin ifoda qilish imkoniga ega bo'ladi. Mashg'ulotlar rang-barang konstruksiya bloklari, interaktiv topshiriqlar va samarali amaliy faoliyat asosida olib borilmoqda. Shuningdek, ta'lim jarayoni milliy an'ana va qadriyatlar bilan uyg'un ohangda tashkil etilmoqda. Yaponiya ta'lim tajribasining eng asosiy jihati bolalarni yoshligidan mehnatga jalb qilish va faoliyatga mas'uliyat bilan yondashni shakllantirishdir. Bu yondashuv bolalarga o'z vazifalarini mustaqil bajarish, kundalik faoliyatida tartib va intizomni saqlash hamda kichik yoshdan o'zini boshqarish ko'nikmalarini egallash imkonini beradi. Shu tariqa bolalar nafaqat bilim, balki hayotga tayyorgarlik va mehnatsevarlik ruhini ham rivojlantiradilar. Mazkur dargohda Yaponiya ta'lim tajribasi bo'yicha amaliy seminar tashkil etildi. Tadbirda tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar va tarbiyachilari ishtirok etdi. Seminar davomida pedagoglar mashg'ulotlarni rejalashtirish, metodni dars jarayonida tatbiq etish va bolalarning rivojlanishini baholash bo'yicha amaliy tavsiyalar oldi. Mezbon tarbiyachilar mashg'ulotlarni bevosita namoyish etib, ishtirokchilarga metodni amaliyotda qanday qo'llashni ko'rsatdilar. Shu orqali pedagoglar zamonaviy yondashuvlarni o'z faoliyatlariga integratsiya qilish bo'yicha tajriba orttirdilar. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Yaponiya ta'lim tajribasini maktabgacha ta'lim tizimiga joriy etish bolalarning intellektual, mantiqiy va amaliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga pedagoglarning kasbiy malakasi oshadi va ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish imkoniyati yaratiladi.